Assalomu alaykum. Ushbu murojaat Birlashgan Millatlar Tashkilotiga inson huquqlarini himoya qilish raisiga men O'zbekistonlik Andijon shaharidan birinchi guruh nogironi Alimov Tavakkal sizlarga murojaat qilyapman. Menga nisbatan hokimiyat vakillari tomonidan nohaqliklar, zo'ravonliklar sodir etilmoqda. Meni noqonuniy ishlayotgan, qonunlarni mensimayotgan hokimiyat vakillaridan himoya qilishinglarni so'rayman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha vakillariga sizlarga andijonlik birinchi guruh nogironi murojaat qilyapman. Menga nisbatan hokimiyat vakillari tomonidan zo'ravonlik sodir etilgan. Meni nomimdagi holi joyimni zo'ravonlik bilan mendan tortib noqonuniy olib qo'yishgan. Holatni nazoratga olib berishinglarni sizlardan iltimos qilaman.